Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli tadbirkorlar hamda Chartak Fidaniyni doimo kuzatib turgan obunachilarimiz, tadbirkorlarimiz, akalarimiz. Hop, sizlarga hozir bir ozgina ma'lumot berib o'tsam, Chartak Fidaniy hali ham shu yangilik kiritishda hamda elimizga, yurtimizga halol sifatli go'sht olib kirishida hali ham birinchilardan deb o'ylayman. Shu gapimizga like bosib qo'yasizlar. Hop, bugungi chisla 6-oktyabr 2025-yil sanasida O'zbekistonimizga halol bo'lib so'yib keltirilayotgan qo'shni davlat Qirg'iziston shahrida biz hozir svejiy buqa go'shtlarimizni olib kelganmiz. Undan tashqari barcha 5 xil davlatlar bilan qo'shni davlat Belorussiya, Qozog'iston hamda Indiya, Pokiston, Eron davlatlardan lahm go'shtlarimiz ham bor. Tilidan dum mahsulotlarigacha barcha, bundan tashqari tovuq mahsulotlar hozir barchasini ekraningizda ko'rib o'tasiz. Sifatli, halol hamda ro'zg'orbob go'shtlarimiz barchasi shu joyda, manzilimizda joylashgan. Sizlar ham kelib bemalol tadbirkorlik qilishinglar mumkin hamda ro'zg'oringizga va qolgan joylarga ishlatishingiz mumkin. Barchasi sifatli go'sht mahsulotlarini olib kirishda hali ham Chartak Fidaniy fidoyi xizmat qilib turibdi. Hozir sizlarni svejiy go'sht mahsulotlarimiz bilan tanishtiraman. Bemalol ko'rib, undan tashqari bizda qo'ng'iroq qilib barcha ma'lumotlarni bilsangiz bo'ladi hamda dastavka xizmatlarimiz mavjud. Olib borib, chiroyli qilib eshingizni yoki aytgan manzilingizgacha yuvelerniy qilgan holatda yetkazib, sizlarni og'irliklarni yengil qilamiz. Qani ketdik. Azizlarim, ko'rib turganingizdek, mana shunday halol bo'lib so'yib keltirilayotgan buqa go'shtlarimiz Chartak Fidaniy obunachilarda hamda xonadonlarga tashkil qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib, istalgan turdagi, istalgan vazndagi, istalgan go'sht mahsulotlarini olib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, hozirgi bugungi 6-oktyabr sanasida Damsniy palichka bo'lardi, Oquzun vodiy taraflarida xuddi shunaqangi go'sht mahsulotlarimiz bor. Butun buqa go'shtlarini ham ko'rib turganingizdek olib kelib qo'yganmiz. Barcha go'sht mahsulotlarimizga sizlarni tavsiya qilib qolamiz. Hurmatli obunachilar, bizda barcha sharoitlarni sizlar uchun qulaylik keltirgan holatda mana shunday go'shtlarimizni qo'ng'iroq qilib dastavka qilib yuboringlar desanglar ham barchasi mavjud bizda. Undan tashqari mana yigitlarimiz sizlar uchun xizmatda tunu kun qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 24 soat xudo xolasa xizmat qilib beramiz. Chartak Fidaniyni hatto yigitlari ham xizmatda turibdi. Chartak Fidaniyning navbatdagi go'sht mahsulotlari korobkada 20 kg dan iborat lahm go'sht mahsulotlari bo'ladi. Til va dum mahsulotlargacha barchasi shu joyda mavjud. Bemalol kelib, qo'ng'iroq qilsanglar ham bo'ladi, go'sht mahsulotlarini yetkazib beramiz. Bu ko'rib turgan omboringlar har bir viloyatimizda, O'zbekistonning 12 ta viloyatida mavjud. Kichik omborlar 1 kilometr, 1,5 kilometr tarzda joylashgan kichik omborlarimiz bo'ladi. O'zbekistonning barcha viloyatlarida joylashgan. Qo'ng'iroq qilsanglar, ekraninglardagi telefonlarga yetkazib beramiz. Shunda singari lahm go'sht mahsulotlarini bemalol olishingiz mumkin bo'ladi.